Rahmat, 100% bo'ldi, rahmat. Biz ham mana shu sizlarni muxlislarimizni fikrlarini eshitsak xursand bo'lamiz. Menga bittasi aytayapti, Avazoxon deydi, har kuni ertalab sizni konsertingizni 10 minut ko'rib, keyin ishga ketaman deydi. Qarang, shunaqa muxlislarim bor ekan meni. 10 minut har kuni ko'rib bir kayfiyatim ko'tarib olaman-da, keyin ishga ketaman deydi. Bittasi nima deydi? Avazoxon deydi, har kuni kechqurun sizni konsertingizni ko'rib, uxlab qolaman deydi. Xursand ham bo'ldim, xafa ham bo'ldim. Xursand bo'lganim har kuni ko'rganiga xursandman. Xafa bo'lganim uxlab qolgani yoqmayapti-da. Shu darajada zirkali bo'lyapti konsertlarim. Uyda uxlasa uxlaversan, shu yerda uxlaydiganlar bor. Qaysidir bir yil mana shu 4-qatorda mana shu bittasi uxlayapti-da. Chap sariq odam, yaltillab uxlayapti. 3800 ta odam kulib o'tiribdi. Mana shu e'tiborim tortib ketaveradi-da. Qo'y, ishing bo'lmasin deb yana gapiryapman. Yaltillayapti-da mana shu taraf bor. Qarayman, uxlayapti. Ko'zim ketib qolaveradi. Oxiri yonida o'tirgan ayolga sekin imladim, sekin